Hech o'ylab ko'rganmisiz? Qishloq ayoli bilan shahar ayolining farqi nimada? Assalomu alaykum. Men Malika, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida xotin-qizlar maslahat guruhi eksperti bo'lib ish faoliyatimni olib boraman. Ish faoliyatimiz aholiga, xotin-qizlarga, aholining zaif qatlamlariga davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish bo'yicha targ'ibotlar o'tish va ularning ko'nikmalarini oshirish. Bu ko'nikma davomida biz aholining hozirda korrupsiyaga yo'l qo'yilayotgan qatlamini yo'q qilish va mahallalarda korrupsion holatlarni yo'qotishga ilg'or qadam tashlaganmiz. Hech siz o'ylab ko'rganmisiz? Bir kuni hayotimda juda ham muhim qaror qabul qilishga to'g'ri kelib qoldi. Bu qaror kim uchundir oddiy tuyulishi mumkin, lekin men uchun bu juda muhim qaror edi. Bir kuni ustozim, Malika, sen bugun hammaning oldida chiqish qilishing kerak, ya'ni butun sinf oldida chiqish qilishing kerak. Shunda men juda ham qo'rquvga tushdim. Chunki yoshligimda juda uyatchan, ta'sirchan, chiqish qilishga qo'rqadigan, o'ziga ishonchi juda ham pastroq bo'lgan qiz bo'lganman. Shundan keyin ichimda qo'rquv paydo bo'ldi va menda ikkita yo'l bor edi: qochish va harakat qilish. Men albatta ozroq o'yga cho'ndim va birdaniga o'zimga qaror qabul qildim. Ya'ni men harakat qilaman va harakat qilishda davom etaman. Ilk bor sahnaga chiqib insonlar oldida harakat qilib gapirishni boshlaganimda to'g'ri xatolar qildim, lekin o'rgandim, dadilroq bo'ldim. O'z ustimga ishlashga yanada muvaffaqiyatliroq bo'ldim. Ishonchim ko'proq hosil bo'ldi. Aslida mahalla fuqarolar yig'inida rais o'rinbosari lavozimida ish faoliyatini olib borganman. 2023-yil davlat xizmatlariga Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi loyihasida xotin-qizlar eksperti lavozimi vakant ekanligi ma'lum bo'ldi va bunda men ishtirok etdim. 2023-yilning o'zida Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi loyihasiga xotin-qizlar maslahat guruhi eksperti lavozimiga ishga qabul qilindim. Bundan so'ng biz mahallalarga chiqishlar qildik, aholi bilan uchrashuvlar o'tkazdik. Ya'ni bunda nimalar? Aholining xonadoniga tashrif buyurganimizda ko'proq biz ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor va qiynalgan oilalarga tashrif buyurishni ko'proq yo'lga qo'ydik. Bunda nogironligi bor ayollarga, qariyalarga, yoshlarga katta e'tibor qaratdik. Shundan so'ng biz davlat xizmatlarini onlayn foydalanish bo'yicha ularga o'rgatishni yanada yo'lga qo'ydik. Unda nuroniylar va nogironligi bor fuqarolarimizni muammolarini olib chiqdik va kerakli tashkilotlarga yetkazishda biz poydevor bo'ldik. Shundan so'ng bir qissa aytib berishim mumkin. Biz bir nogironni xonadoniga tashrif buyurdik. Uning sog'ligi juda yomon. Ikkinchi guruh nogironi. Hozirda bir nafar qiz farzandi bor, turmush o'rtog'i yo'q. Oilada bir qiz farzand boquvchi sifatida ishlab yuradi, lekin uning oylik maoshi juda ham kam. O'shani biz inobatga olgan holda o'sha nogironligi bor ayolni biz qanday yordam berish haqida o'yladik va unga yechim topdik. Mahallalar va ko'makka muhtoj bo'lgan oilalarda ko'makka muhtojligini bilganimizdan so'ng biz mehr va saxovatga murojaat qildik va undan o'sha ayolga biz sog'ligini tiklash uchun, sharoitini yaxshilash maqsadida unga moddiy taraflama ko'mak berildi. Undan so'ng asta-sekinlik bilan uchrashuvlarimiz besamar ketmadi. Bir kun mahallaga tashrif buyurdik va uchrashuvimiz davomida men davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish bo'yicha nogironligi bor ayollarga davlat xizmatlaridan foydalanishni o'rgatayotganimda bir erkak kishi chetda turib, bizni e'tibordan chetda qoldirmasdan kuzatgan ekan. Va ertasi kuni ishxonaga o'z ayollari bilan birga kelganlar. U ayol deydiki, kecha sizni turmush o'rtog'im kuzatgan ekan. Siz ayollarga onlayn foydalanish bo'yicha ma'lumot berib, ularga o'rgatayotgan ekansiz dedilar. Shunda men u ayolga o'rgatishni boshladim va ichimda shunaqa bir his paydo bo'ldiki, huzurlandim. Chunki uchrashuvlarimiz besamar ketmayapti. O'z natijasini ko'rsatyapti. 10 qadamcha narida turgan turmush o'rtog'i ayolning bizni kuzatishda davom etar edi. Bu hisni, huzurni yanada ko'proq men qidirishga harakat qila boshladim. Yanada ko'proq mahallalarda uchrashuvlar uyushtirdik. Bundan tashqari nogironligi bor, ijtimoiy og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarga ko'proq tashriflar buyurdik va ularning muammolari bilan o'zimizni hayotimizni solishtirdik. Shunda siz anglaysizki, qachon siz ich-ichingizdan, chin ko'ngildan, yurakdan nimanidir
siz hozir olib borasiz, ya'ni o'sha ish bo'yicha siz ishlaysiz, o'shanda kimnidir xatosini tushunib yetishingiz mumkin, lekin uning muammosini chin ko'ngildan siz his qilasiz. O'shanda ko'p huzurlarni his qilish uchun biz yanada ko'proq mahallalarga chiqishni boshladik. Tepada aytib o'tganimdek, qishloq ayolining farqi nimada? Qishloq ayoli har bitta muammosini o'zining turmush o'rtog'i yoki uyidagi kattalar hal qiladi deb, o'zi bu ishlarni uddalay olmayman, meni qo'limdan kelmaydi degan ishonch bilan yashaydigan ayollar. Bu aksariyatlari. Shundan so'ng sizga ko'rinishi mumkin, hozir o'zim yordam oluvchi emasdek sizga ko'rinishi mumkin, lekin aslida men o'zim ham davlat xizmatlariga ishga kirganimda mana Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi loyihasida ish faoliyatimni olib borar ekanman. Men o'zim ham ko'p treninglarda ishtirok etdim, mahallalarda uchrashuvlarda ishtirok etdim va o'sha men olgan bilimlarni aholiga o'rgatishni boshladim. O'shanda men oliy ma'lumotga ham ega bo'ldim. Juda ko'p yutuqlarga erishdim. O'z ustimda ishlashga yana ham kuchliroq meni hozirgi ishlab turgan tashkilotim meni undab bormoqda. Shunday ekan, kim chin dildan harakat qilsa, barchasiga erishadi. Bizni katta harakatlarimiz, katta hayotimizdagi o'zgarishlarimiz katta harakatlardan emas, kichkinagina qilingan qarorlardan iboratdir. Har kuni har birimiz o'zimizga bir qadam oldinga tashlashga majbur qilishimiz kerak. Barchangizga rahmat.